O'zbekiston tarixi 7-sinfdan yangi bob 5-bob Amir Temur va Temuriylar davlati tarixi 31-mavzu 14-asrning o'rtalarida Movarounnahrda ijtimoiy-siyosiy vaziyat. Siyosiy tarqoqlik. 14-asrning 50-60-yillarida Movarounnahr 10 ga yaqin mustaqil bekliklarga bo'linib ketgan. U yerdagi hokimlar o'zlarini hokimi mutlaq deb e'lon qiladilar. Mamlakatdagi har bir viloyat alohida hukmdorlikka ajralib, ular o'rtasida nizo kuchayib ketadi va qonli urushlarga aylanadi. Siyosiy tarqoqlik, o'zaro urush va janjallar iqtisodiy tanglikka sabab bo'lib, mamlakat aholisini, ayniqsa dehqonlar xo'jaligini xonavayron qilgan edi. Buning ustiga Sharqiy Turkiston va Yettisuvda tashkil topgan Mo'g'uliston xonlari bir necha bor Movarounnahr ustiga yurish qilib, uni talaydilar. Mo'g'uliston xonlarining vayronagarchilikka olib keluvchi yurishlari, istibdodi va zulmiga qarshi xalq harakatlari boshlanadi. Mana shunday o'zaro ichki urushlar qizigan, mo'g'ullar zulmiga qarshi mehnatkash xalq harakatlari boshlangan bir davrda mamlakatda yangi siyosiy kuch yetilmoqda edi. Amir Temurning yoshlik davri. Amir Temur Kesh viloyatining Xo'ja-Ilg'or qishlog'i, hozirgi Yakkabog' tumanida 1336-yil 9-aprel kuni tavallud topgan. Uning to'liq ismi Amir Temur ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Barqul. Amir Temurning onasi Takina xotun Kesh yurtining obro'li bek o'g'illaridan hisoblangan. Uning otasi Amir Tarag'ay Barlos urug'ining oqsoqollaridan bo'lib, ajdodlari Kesh va Nasaf viloyatida o'z mulkiga ega bo'lgan va bu yurtda hokimlik qilgan. Amir Temurning yoshligi ona yurti Keshda kechdi. Amir Tarag'ay o'g'lini yoshligidan aslzodalarga yarasha o'qitgan va har taraflama bilim bergan. Katta-kichik bilan muomala ilmini, ov qilish va harbiy ilmlarni o'rgatgan. Yosh Temurni 7 yoshidayoq madrasaga o'qishga beradilar. U madrasaga kelganda alifbodan mukammal xabardor bo'lgan. 12 yoshidan boshlab bolalarga xos bo'lgan ermak o'yinlaridan voz kechib, keyinchalik o'z tengqurlari bilan sipohiylikka oid o'yinlar bilan shug'ullanadi. Amir Temur yoshlik chog'laridanoq chavandozlik va ovga ishqiboz bo'lib, kamondan nishonga o'q uzish, ot choptirib, turli mashq va harbiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lishni yoqtirar edi. Shu asnoda Amir Temur tulporlarni saralab ajrata oladigan mohir chavandoz va dovyurak bahodir sifatida voyaga yetadi. Uning atrofiga bolalikdagi do'stlari va maktabdoshlari to'planishib, birgalikda mashq qilar, musobaqalarda ishtirok etishar, asta-sekin navkar bo'lishib, harbiy guruhga birlashib borishardi. Keyinchalik ular Amir Temurning safdoshlariga aylanib, uning qo'shinida lashkarborshilik darajasigacha ko'tarilganlar. Shunday qilib, Amir Temur o'z zamonasining o'qimishli va uquvli hukmdorlaridan bo'lib yetishadi. Tibbiyot, matematika, falakiyot, me'morchilik va tarix ilmidan ham yaxshigina xabardor bo'lgan. Amir Temur bilan yuzma-yuz o'tirib suhbatlashishga muyassar bo'lgan buyuk arab faylasufi Ibn Xaldunning ta'kidlashicha, Amir Temur turk, arab, fors xalqlari tarixini chuqur o'rgangan, diniy, dunyoviy va falsafiy bilimlarning eng murakkab jihatlarigacha yaxshi o'zlashtira olgan zot ekan. O'zining ilk harbiy faoliyatini Amir Temur qo'l ostidagi navkarlari bilan ayrim viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan. Ularning o'zaro kurashlarda qatnashib, jasorat ko'rsatgan va janglarda chiniqqan. Harbiy mahorat va oliy himmatlilik Amir Temurning shuhratini oshirib, uning dong'i butun Qashqadaryo vohasi, xususan Kesh viloyatiga yoyilgan. Amir Temur Chig'atoy xonlaridan Qazog'onning nabirasi Amir Husaynning singlisi O'ljoy Turkon og'aga uylanishi tufayli Amir Temur bilan Balx hokimi Amir Husayn o'rtasida ittifoq yuzaga keladi. Amir Temurning siyosiy kurash maydoniga kirib kelishi 14-asrning 50-yillar oxirida Movarounnahrda amirlarning o'zaro kurashi kuchayib, mamlakatda siyosiy parokandalik avjiga chiqadi. Mo'g'uliston xonlari Movarounnahdagi og'ir siyosiy vaziyatdan foydalanib, bu o'lkada o'z hokimiyatini o'rnatishga harakat qiladilar.
Mo'g'uliston xoni Tug'uluq Temur 1360-1361 yillarda Movarounnahirga birin-ketin 2 marta bostirib kiradi. Movarounnahir beklari birlasha olmay xalqni o'z holiga tashlab ketadilar. Amir Temurning amakisi Kesh viloyatining hukmdori Amir Hoji Barlos Xuroson tomonga qochadi. 24 yoshli Amir Temur esa boshqacha yo'l tutadi. Temur o'z yurtini mo'g'ullar tajovuzidan himoya qilish uchun ko'p o'ylab Tug'uluq Temurning huzuriga borishga qat'iy ahd qildi. Natijada u Tug'uluq Temurning yorlig'i bilan Kesh viloyatining dorug'asi hokimi etib tayinlandi. Dorug'a mo'g'ulchada nazoratchi, shahar boshlig'i degan ma'noni beradi. Mo'g'ullar davlatida mahalliy hokimlar huzuridagi ulug'qon, vakili, noibi. Dorug'a zimmasiga quyidagi vazifalar yuklatilgan: aholini ro'yxatga olish, mahalliy xalqdan qo'shin to'plash, pochta aloqalarini yo'lga qo'yish, soliqlar yig'ish, to'plangan soliq to'lovlarini ulug'qon saroyiga yetkazish. Shu tariqa Amir Temur siyosiy kurash maydoniga kirib keldi. Keyinchalik o'zining bu xatti-harakatini Temurbek aholini mo'g'ullar tomonidan talon-taroj etishdan himoya qilishning yagona yo'li, puxta o'ylangan reja 100 ming kishilik qo'shindan kuchli deb izohladi. Tug'uluq Temur o'g'li Ilyosxo'jani Movarounnahirning hukmdori etib tayinlab, Mo'g'ulistonga qaytib ketadi. Ilyosxo'ja bilan Amir Temurning murosasi to'g'ri kelmaydi. Shu sababli u Movarounnahirning nufuzli amirlaridan biri Balx hokimi Amir Husayn bilan ittifoq tuzib, mo'g'ullarga qarshi kurash olib boradi. 1363-yilda Amudaryoning chap sohilida Qunduz shahri yonida umumiy dushman ustidan g'alaba qozonadilar. Keyingi 2 yil davomida ittifoqchilar Ilyosxo'ja boshliq Jeta lashkarlari bilan bir necha marta jang qiladilar. Nihoyat 1364-yil oxirida ular mo'g'ullarni Movarounnahirdan quvib chiqaradilar. Biroq Movarounnahirni qo'ldan chiqarishni istamagan Ilyosxo'ja 1365-yilning bahorida yana Movarounnahir ustiga qo'shin tortadi. Ikki o'rtadagi jang 1365-yil 22-may kuni Toshkent bilan Chinoz o'rtasidagi Chirchiq daryosi bo'yida sodir bo'ladi. Tarixda u Loy jangi nomi bilan shuhrat topadi. Chunki o'sha kuni kuchli jala quyib, jang maydonida botqoqlikka aylangan, hatto otlar loyga botib qolgan. Jangda Amir Temur qo'shini g'olibona harakat qilib, dushman qo'shinining o'ng qanotiga qaqshatqich zarba berayotgan bir paytda Husayn o'z askarlarini raqibning so'l qanotiga tashlamay jang maydonini tark etadi. Amir Temur chekinishga majbur bo'ladi. Bu g'alabadan so'ng Ilyosxo'ja hech qanday qarshilikka uchramay, Xo'jand va Jizzax shaharlarini egallab, Samarqand ustiga yuradi. Samarqandda qurolli qo'shin bo'lmasa-da, xalq shahar mudofaasini o'z qo'liga oladi. Uzoq davom etgan mo'g'ullar hukmronligiga qarshi ko'tarilgan bu xalq harakati tarixda Sarbadorlar harakati nomi bilan shuhrat topadi. Samarqand sarbadorlari. Sarbadorlar harakati 14-asrning 60-yillarida Movarounnahirda mo'g'ul xonlarining hujumi munosabati bilan vujudga keldi. Samarqand sarbadorlariga mudarris Mavlonzoda Samarqandiy, hunarmand Abubakr Kalaviy va shahar mahallalaridan birining oqsoqoli Mohir Merganxo'rdagi buxoriylar boshchilik qiladilar. Sarbadorlar mo'g'ullarga Samarqand shahriga qaqshatqich zarba beradilar. Buning ustiga ularning otlari orasida o'lat tarqalib, otlar qirila boshladi. Chorasiz qolgan Ilyosxo'ja avval Samarqandni, so'ngra esa butun Movarounnahirni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. Sarbadorlar amaldorlar mol-mulkini bir qismini musodara etib, kambag'allarga taqsimlab berganlar. Bu esa hukmdor tabaqalarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan. Sarbadorlar boshchiligidagi samarqandliklarning mo'g'ullar xoni Ilyosxo'ja ustidan g'alabasi va shahardagi beqarorlik to'g'risidagi xabar Amir Temur bilan Amir Husaynga ham borib yetadi. 1366-yilning bahorida ular Samarqandga yo'l oladilar va shahar yaqinidagi Konigil mavzesiga kelib tushadilar. Beklar sarbadorlarning yetakchilari bilan muzokara olib boradilar. Uchrashuvning birinchi kunida ularga izzat-ikrom ko'rsatildi. Lekin ertasi kuni Abubakr Kalaviy bilan Xo'rdagi buxoriylar Amir Husayn buyrug'iga ko'ra dorga tortiladilar. Bundan keyin
kech xabar topgan Amir Temur Mavlonzodaning hayotini Amir Husayndan so'rab oladi va uni o'limdan qutqarib qoladi. Sarbadorlar forscha sar bosh dor boshini dorga tikkanlar. 14-asrda Eron va O'rta Osiyoda mo'g'ullar zulmiga qarshi xalq qo'zg'oloni qatnashchilari. Qo'zg'olonda keng xalq ommasi ishtirok etgan. Sarbadorlar maqsadga erishish uchun ozodlik yo'lida dorga osilishga ham tayyormiz degan shior ostida kurash olib borganlar. Shu tariqa sarbadorlar boshliqsiz qoldirilib, harakat bostiriladi. Movarounnahrda Amir Husaynning hukmronligi o'rnatiladi, ammo ko'p vaqt o'tmay Husayn bilan Amir Temur o'rtasida munosabat keskinlashib, ochiqdan ochiq nizoga aylanadi. 1366-1370 yillar davomida ular o'rtasida bir necha bor o'zaro to'qnashuvlar ham bo'lib o'tadi.